Assalomu alaykum va rahmatulloh do'stlar. Bugun sizlar bilan Xudo xolasa JavaScript array va object metodlari haqida gaplashamiz. Eng keraklilari haqida gaplashamiz. Reactda juda kerak bo'ladigan metodlarni ham gaplashamiz. Xo'p, birinchi bo'lib arraydan boshlaymiz. Array ko'pchilik massive deydi yoki array deyshadi. Boshqacha nomini bilmadim. Xo'p, birinchi bo'lib men raqamlardan tashkil topgan array yoki massiv yasab olaman. Ko'rib turganinglardek numbers 1 2 3 4 5 va hokazo. Xo'p, birinchi bo'lib biz map metodi haqida gaplashamiz. Xo'p, sizga vazifa berildi. Mana shu array ichidagi qiymatlarni har bittasini 2 ga ko'paytirib yangi array qaytarishingiz kerakligi haqida task berildi. Xo'p, uning uchun qanaqa qilamiz? Yozamiz const doubled, ya'ni 2 ga ko'paytirildi degani nima deyman bu yerda? Numbers nuqta map. Bu o'ziga callback function oladi. Callback function esa har bitta array ichidagi elementlarni oladi yoki massiv ichidagi elementlarni oladi. Xo'p, deylik bunga number deymiz yoki n deylik, qisqaroq. Xo'p, ana endi nima qilamiz? N ko'paytirilgan 2 qilamiz. Bo'ldi. Buni biz return qilishimiz kerak. Endi console logga chiqaramiz buni. Numbers bu birinchisi, copy paste qildim. Ikkinchisi bo'lsa doubled. Saqlanish qilaman. Mana ko'rib turganingizda birinchi array bu o'zimizdaniki 1 2 3 4 5. Ikkinchisi 2 4 6 8 10. Xo'p, sizlar savol berishinglar mumkin. Nima uchun bu tepadagini ko'paytirsak ham o'zgarmadi deb? Chunki map method o'zidan yangi array qaytaradi. Ya'ni bunga tegmaydi. Bundan faqat kopiya olib, o'zi yangi chiqaradi. Eskisini o'zgartirmaydi. Original array, ya'ni eskini o'zgartirmaydi, prosta o'zi yangi chiqaradi. O'shaning uchun bu yerda sizlar 1 2 3 4 5 keyin 2 4 6 8 10 ni ko'rdinglar. Xo'p, bu map metodi haqida edi. Xo'p, endi buni kommentariyaga olib turamiz. Endi keyingisi haqida gaplashamiz, ya'ni filtr haqida. Xo'p, filtrda nima qilamiz? Deylik, bizda raqamlarni array bor. Masalan, 10, 20, 30, 40, 50 deylik. Xo'p, endi nima qilmoqchimiz? Biz deylik 30 dan kattalarini chiqarishimiz kerak. Unda qanaqa qilamiz? Const deylik, xo'p, filtered deymiz. Filtered, ya'ni filtr qilingan degani. Buning uchun nima deymiz? Numbers nuqta filter. Filter ham mapga o'xshab o'ziga arrow function oladi, ya'ni callback function oladi. Lekin bunda nima qilishimiz kerak bo'ladi? Biz condition, ya'ni shart yozishimiz kerak bo'ladi. Nima deb yozamiz? Ya'ni har bitta raqamimiz katta bo'lishi kerak. Nechidan? Deylik 30 dan. Xo'p, ana endi console log qilaman. Nimani? Numbers chiqaramiz birinchisini. Ana endi yana bitta copy paste qilib filterda chiqaramiz. Saqlanish qilaman. Mana ko'rib turganinglardek birinchi original arrayimiz 10, 20, 30, 40, 50. Ikkinchi arrayimiz 40 va 50. Chunki bular 30 dan katta. Agar buni bunaqa qiladigan bo'lsam, ko'rib turganinglardek bizda 10 20 chiqadi, chunki biz 30 dan kichkinasini olamiz. Yoki bunaqa qiladigan bo'lsak 10 20 30 chiqadi. Shu ko'rib turganinglardek shunaqa qilib filtr qilsanglar bo'ladi. Arrayda ichidagi ma'lumotlariga qarab o'zingizlar shart berib, o'shanga yarasha filtr qilib olaverasizlar. Xo'p, ana endi keyingisi haqida gaplashamiz. Find, ya'ni find degani topish degani, to'g'rimi? Qidirish, topish. Xo'p, men userlar bor bitta array yoki massiv yarataman. Mana bu yerda ko'rib turganinglardek users, har bitta user id'si bor, ismi va adashdim, uzr dilerim. Har bitta array ichida object bor, object ichida id'dan tashqari ularning ismi bor, userlarni, foydalanuvchilarni. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Bizga kerak user id'si ikkisi, ya'ni vali kerak. Qanaqa qilib topsak bo'ladi? Bizda ikki xil usul bor. Deylik const deylik Ali by name, ya'ni ism bilan. Bunda nima qilamiz? Users
nuqta find. Bu nima oladi? Bu ham o'ziga callback function oladi. Deylik, bu yoqda u deyman, users degani. Unda u nuqta name teng bo'lsin nimaga? To есть valiga. Vali. Bo'ldi. Ana endi buni console log qilaman. Console log ali by name. Ali deb qo'yman, sorry, bu vali bo'lish kerak. Vali by name. Okay. Vali by name. Mana ko'rib turganingizda biz nimani oldik? Bu yerda valini oldik. Nimasi orqali? Ismi orqali. Yoki biz buni idsi orqali ham olsak bo'ladi. Ya'ni copy qilaman, tashlayman. By name emas, by id deymizda. Bu yoqqa name o'rniga id, 2 ga idsi nechi? Bu yoqda 2. 2 ga tenglaymiz. Ko'rib turganingizdek, xo'p, buni qo'yadigan bo'lsam, mana ko'rib turganingizdek, bir xil rezultat chiqyapti. Filtrni xuddi shunaqa qilib filtr qilsak bo'ladi. Xo'p. Buni ham kommentga olib turamiz. Keyingi metodga o'tamiz. Keyingisi nima? Xo'p, keyingisi sum every. Xo'p, bu yerda nima qilamiz? Bitta array yasayman. Numberlari bor, ya'ni raqamlari bor array yasayman. Xo'p, ana endi tekshiramiz. Kamida bitta element deylik 4 dan kichkinami, kichkina emasmi, o'shani tekshirmoqchimiz. Nima deyman? Buning uchun console log qilaman. Tak, numbers nuqta. Endi nima deb yozamiz? Sum. Birortasi degani, ya'ni. Bu ham o'ziga callback function oladi. Deylik, number deymiz. Number kichkina yoki nima deymiz? Eng kamida kichkina dedik, to'g'rimi? Eng kamida kichkina bo'ladigan bo'lsa, nima deymiz? 4 deymiz. Saqlanch qilamiz. Ko'rib turganingizdek true chiqaryapti. Nima uchun? Chunki bizda 4 dan kichkina 2 bor. Agar 2 ni beradigan bo'lsam, bu yoqda bizda false chiqaradi, chunki 2 dan kichkina son yo'q bu numberlarning ichida. Endi yana bittasi bor bizda, every degani bor. Every. Endi buni tekshiramiz. Har bittasida deylik, har bitta raqam 2 ga bo'linadimi deymiz. Ya'ni har bitta raqamni modul orqali 2 ga bo'lganimizda, ya'ni juftmi toqmaligini bilishimiz kerak. Natija nechiga teng bo'lishi kerak? 0 ga teng bo'lishi kerak. Bunda mana mana buni o'chirib turamiz. Bizga false berib adashtiryapti. Yani boshqatdan saqlanch qilaman. Mana ko'rib turganingizdek true beryapti. Nima uchun? 2 ni 2 ga bo'lganimizda qoldiq yo'q. Ya'ni 0 ga teng. 4 2 ga bo'lsa ham, 6 ni 2 ga bo'lsa ham, 8 2 ga bo'lsa ham. Agar men bu yerga 9 beradigan bo'lsam, bizda false chiqadi. Nimaga? 8 gacha bo'lindi, lekin 9 da bo'lsa 2 ga bo'lganimizda nima? Qoldiq 0 ga teng bo'lmaydi. Qoldiq paydo bo'ladi, chunki 9 juft son emas. O'shaning uchun. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Buni ham kommentariyaga olib turaman. Xo'p. Ana endi nima haqida gaplashamiz? Reduce method haqida gaplashamiz. Bu safar ham men bitta numberlar orqali numberlardan tashkil topgan array yasadim. Endi deylik, sizdan so'rashyapti, mana shu array ichidagi har bitta raqamni bir-biriga qo'shib menga yig'indini ayting deyapti. Endi yoki summani ayting deyapti. Qanaqa qilamiz? Uning uchun men yozaman const deylik total. Xo'p, ana endi nima deymiz? Numbers nuqta reduce. Reduce degan o'zi qisqartirish, bitta anaqa value ga olib kelish degan ma'noni bildiradi. Ana endi bu ham o'ziga callback function oladi. Birinchisi total, ya'ni umumiysi. Ikkinchisi num, ya'ni har bitta raqam. Ana endi nima qilamiz bu yerda? Eng oson yo'li total plus num deymiz. Ya'ni total birinchi 0 bo'lish kerak. Uning uchun biz ikkinchi argumentga 0 berib qo'yamiz, ya'ni boshlang'ich qiymat. Ya'ni nima bo'lyapti? Birinchi 0 bo'ladi. 0 qo'shib 1. Keyingi mana bu 0imiz 1 ga aylanadi. Keyin 1 plus 2 3 va hokazo shunaqa siklda davom etadi. Ana endi biz console log qilib natijani ko'radigan bo'lsak, bizda bitta raqam chiqadi. Xo'p, bu 15. Tekshirib ko'ramiz. 3 6 10 15. Ko'rib turganingizdek natija 15. Xo'p, reduce
qanaqa ishlatishni bildinglar. Xudo xolasa, ana endi biz sort qilamiz. Ya'ni sorting degani tepadan pastga yoki pastdan tepaga, kattadan kichkinaga tartiblash. Soddaroq aytgan, to'g'ri aytdimmi bilmadim, tartiblash deyiladi. Xo'p, ana endi nima qilamiz? Bunda qanaqa qilishimiz kerak? Const yozamiz, deylik, kattadan kichkinaga, kichkinadan kattaga o'sish. O'zbek tilida shu sal qiyinroq. Deylik, kichkina raqamdan boshlab katta raqamga tartiblashimiz kerak. Ya'ni 1, 4, 5, 8, 10 qilishimiz kerak. Qanaqa bo'ladi? Bu ascending deylik, ascending order deyiladi. Tak, qisqartirdim. Ana endi nima deymiz? Bu yoqda numbers.sort deymiz. Ana endi sort dedik, nima bo'ladi? Bu o'ziga yana ikkita qiymat oladi, A yoki B. A va B. Ana endi nima qilamiz? Eng sodda usuli A minus B qilsak, bu yoqda nima bo'ladi? Ana endi tekshirib ko'ramiz. Let's console log. Numbers birinchi, ikkinchi nima bo'ladi? Tak. Yaxshi. Mana ko'rib turganinglardek, birinchisida 1, 4, 5, 8, 10 bo'ldi. Ikkinchisida 1, 4, 5, 8, 10 bo'ldi. Bu yoqda nima uchun bunaqa console log qildim? Bu numbers.sort, ya'ni original array'i o'zgartiradi tartibini. Mana ko'rib turganinglardek 1, 4, 5, 8, 10 bo'ldi. Agar bdan ana ayirsam nima bo'ladi? Ko'rib turganingizda teskarisi bo'ladi. 10, 8, 5, 4, 1. Ya'ni eng kattasidan kichkinasiga qarab yuriladi. Xo'p, sort shunaqa ishlaydi. Xo'p, ana endi obyektlar haqida gaplashamiz. Bu yoqda bundan tashqari yana array metodlari juda ham ko'p, lekin men sizlarga eng asosiylarini, React'da eng ko'p kerak bo'ladiganlarini aytib o'tdim. Qolganlarini o'zingizlar o'rgansanglar bo'ladi. Xo'p, ana endi deylik, bizda user object bor. Obyektlar haqida gaplashamiz. Xo'p, deylik, bu yoqda bizda bitta object bor. Bu user, ismi Ali, yoshi 25 ta. Ana endi object haqida o'zi gaplashamiz. Bu key, ya'ni kalit deyiladi. Bu value, ya'ni qiymat deyiladi. Ya'ni kalit qiymat. Xo'p, ana endi sizdan talab qilyapti, har mana shu obyektda hamma keylarini, ya'ni kalitlarini menga olib bering deb sizga aytdi. Bitta odam. Masalan, qanaqa qilib bo'lasiz? Console log deylik. Tak, nima deymiz? Object katta bilan bo'lishi kerak. Nima deymiz? Object nuqta deymizmi? Yo'q. Object nuqta key deymiz. Chunki bizga kalitlar kerak. O'shaning uchun endi user obyektini berishimiz kerak bu yoqqa. User. Ana endi saqlanib qilamiz. Ko'rib turganinglardek mana id name age. Ana endi xuddi shunaqa qilib biz value ni olishimiz mumkin. Uning uchun biz values deymiz. Ko'rib turganinglardek qiymatlar, birinchisi id, ikkinchisi Ali, uchinchisi 25, ya'ni yoshi. id ni qiymatini oldik, name ni qiymatini oldik, kelgan 25, ya'ni age qiymatini oldik. Xo'p, ana endi yana bitta aytishim mumkin. Menga id, ya'ni qiymati bilan kalitini bittada olib bering deyish mumkin. Bu qanaqa bo'ladi? Uning uchun yana bitta copy paste qilaman. Endi nima deymiz? Bu yoqqa biz entries deymiz. Ana endi saqlanib qiladigan bo'lsam, ko'rib turganinglardek katta array ichida har bitta key bilan value ni alohida array sifatida berdi. Mana name, Ali, age, 25, id 1. Mana ko'rib turganinglardek shunaqa qilib olishinglar mumkin. Xo'p, buni kommentga olamiz. Keyingi mavzuga o'tamiz. Keyingi mavzu, ya'ni object.assign, ya'ni ikkita obyektlarni bir-biriga birlashtirish. Qanaqa qilib birlashtirsak bo'ladi? Deylik, bizda user object bor, keyin info object bor, ya'ni user informatsiyasi va user o'zi. Deylik, user Ali, info, ya'ni bu age qiladi. Ya'ni biz bitta bunaqa object yasamoqchimiz. Qanaqa qilib qilamiz? Uning uchun deylik, const tag birlashgan. Ana endi bu nima bo'ladi? Buning uchun men object deyman, nuqta assign, keyin buni ichiga bo'sh obyekt berishim kerak. Keyin
ketma-ket qaysi obyektni qo'shish kerakligini yozishim kerak. Masalan, user keyin info. Ana endi birlashgan deb turib buni console log qilamiz. Ko'rib turganinglardek bitta obyekt chiqdi bizda, name Ali, age 25. Xo'p, buni ichiga masalan biz birorta obyekt berib ko'rsak, masalan deylik hop DOB masalan date of birth deylik, bunga masalan deylik 20/12 masalan 1990 saqlanib qiladigan bo'lsam nima bo'ldi? DOB ni qo'shdi. Ya'ni bu initial object ekan. Bunga pustoy bersanglar faqat ikkalasini qo'shadi yoki pustoy bermasanglar, ya'ni bu property ni ham qo'shib qo'yar ekan. Tushunarli bo'ldi degan umiddaman, Xudo xohlasa. Xo'p, ana endi spread operator haqida gaplashamiz. Ya'ni spread operator bu nima desa bo'ladi? Soddaroq qilib aytganda, obyektni klonlashga yoki bir-biriga qo'shishga ishlatiladi. Hozirgi qilgan ishimizni soddaroq varianti. Ya'ni qanaqa qilamiz? Bu yerda mana kopiya qilib olaman, yana qaytadan, keyin kommentariyadan chiqaramiz. Endi deylik bizda hop, yana birlashgan deymiz. Const shuni yoza qolamiz. Const birlashgan. Ana endi nima qilamiz? Buning uchun biz obyektni ochib olishimiz kerak. Keyin bu yoqqa yozishimiz kerak user keyin info. Xo'p, ana endi boshqatdan console log qiladigan bo'lsak, buni birinchi clear qilamiz, saqlanib qilamiz. Ko'rib turganinglardek, name Ali info keyin buni ichida bunaqa bo'lib qoldi. Ya'ni obyekt qo'shdi, chunki biz bu yoqqa 3 ta nuqtani qo'shishimiz kerak edi. Ko'rib turganinglardek name Ali eski rezultat chiqyapti. Bu juda simple, nima deydi? Toza, oson sintaks hisoblanadi. Keyin bu yangi usul hisoblanadi. Xo'p, yana qo'shimcha ma'lumotlarni qo'shib qo'ysanglar bo'ladi. Masalan, deylik country deymiz, ya'ni davlati yoki shahari, masalan O'zbekiston. Saqlanib qildim. Mana ko'rib turganinglardek, xohlaganingizcha qo'shib, xohlaganingizcha manipulyatsiya qilsanglar bo'ladi shu orqali. Xo'p, ana endi Xudo xohlasa sizlar Reactni boshlashga deyarli Xudo xohlasa tayyorsizlar, chunki bu narsalar rosa ko'p ishlatiladi Reactda. Xo'p, video yoqqan bo'lsa, foydali bo'lgan bo'lsa, o'rtog'inglarga ulashib, like bosib qo'ysanglar, juda ham katta yordam qilgan bo'lardinglar. Obuna bo'lmagan bo'lsanglar, obuna bo'lib qo'yinglar. Kattakon rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.